Yo'g'imiga salomlar. Endi shu fikr do'stlar. Do'stlar FIFA 26 keldi mana hozir. Bir nimalar berib yotibdi. Bitirib nima berdi? Resortda ham berdi. Bo'ldimikan? Tugadi o'xshaydi. Yo'q, bu tomonda bor ekan. Bu tomonni olamiz. Resortda bitta berar ekan. Keyin nima berar ekan? Boshdan bunaqa ovozimga e'tibor bersangiz, gripman. Ketdi nima bezovtalik. Bo'ldi, bitta berdi. Bunday g'attidan ko'raylik, to'xtab turinglar. Mana bu nima berar ekan? Ko'rib hammalarni ko'ramiz. Oxirida do'ying rasmi bormi? Rasmi. Hozir hammalarni ko'rib chiqamiz do'stlar. Obzor. Mana bu yerda nima narsa bor ekan? Bu bizorli futbolchi berar ekan. Bilmadim bu. O free-da. Ikroqni bilmadim nimaligini. Sizlar live va uni velosipedlar qanday hozir ochamiz. Nimaga qo'yapti? Nima edi bu? Siz tushunganlar bo'lsa yozib ketinglar kommentga. Nimaga tushunmadim. Borda mana ko'ramiz nimalar kelganini. Bellingemda Ronaldinho, Lucas Verni, Hernandez, Kroos kelibdi, Musiala, Peti, Alisson, Walker kelibdi. Shunaqa futbolchilar kelibdi. Bular tekinmikan?